Assalomu alaykum aziz vatandosh, aziz yurtdosh, aziz qadrdonlarimiz. Ko'rib turganingizdek, Toshkent Moskva yo'nalishimiz bo'yicha har doimgidek Toshkent avtovokzalidan qatnovlarimizni amalga oshirmoqdamiz. Ko'rib turganingiz Toshkent Moskva yo'nalishida 3-avtobusimiz yo'lga chiqish jarayonida. Yo'lovchilarimizni mana ko'rib turibsiz. Hozir posадка jarayonlarini boshlaymiz. Bemalol siz ham mana shunaqa qulay, komfort avtobuslarda Toshkentdan Moskvagacha yetib olishingiz mumkin bo'ladi. Hech qanday aldovlar va hech qanday yolg'on ma'lumotlar bizda aralashmaydi. Barchasi qonun doirasida Uzavtotrans korxonasi bilan birgalikda Moskva shahrigacha Novaya Senevskiy avtoshoh bekatigacha yetib olishingiz mumkin bo'ladi aziz vatandoshlar. Tanlovda adashmasdan Toshkent avtovokzalining o'zidan harakatni amalga oshirishingizni so'rab qolamiz. Aldanib qolmanglar aziz vatandoshlar, tanlovda adashmanglar. Faqatgina Uzavtotrans avtobuslarida harakatni amalga oshirishingizni so'rab qolamiz. Mana bagajimizni ham ko'rib turibsiz. Keyingina barcha yo'lovchilarimiz yuklari sig'adi. Toshkent Moskva yo'nalishimiz bo'yicha mana shunaqa qulay, komfort avtobuslarda yetib olishingiz mumkin. Mana hozir yo'lovchilarimiz o'z joylarini egallashmoqda aziz vatandoshlar. Biz bilan bo'lib, Uzavtotrans korxonasi bilan birgalikda mana shunaqa qulay, komfort avtobuslarda Toshkent shahri Toshkent avtovokzalidan Novaya Senevskiy avtoshoh bekatigacha hamda Kateniki shahrigacha yetib olishingiz mumkin bo'ladi. Tanlovda adashmanglar, faqatgina bizga murojaat qiling. Instagram, Telegram, YouTube kanallarimizda barcha telefon raqamlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqib o'z manzilingizga yetib olishingiz mumkin. Oldindan joylaringizni band qilib qo'yishingizni so'raymiz, chunki hozir 4 ta avtobusimiz ham barchasi to'lib bo'lgan. Faqatgina tanlovda adashmanglar aziz vatandoshlar. Toshkent avtovokzalidan harakatni amalga oshirishingizni so'raymiz. Haydovchilarimizning ham barchalari 20 yildan oshiq stajga egalar. Mana shunaqa qulay, komfort avtobuslarni boshqarib borishadi. Yo'lda har qanday noqulaylik, kamchilik yuzaga keladigan bo'lsa, sizlarga yordam berishadi. Yo'lovchilarimiz hozir o'z joylarini egallab olishmoqda. Hozirroq bizga murojaat qiling, joylaringizni band qiling. Oldindan band qilib qo'ymasangiz, avtobuslarimiz to'lib qolsa, undan ham xavotir olmang. Qo'shimcha avtobuslarimizni ham sizlar uchun yo'lga qo'yib beramiz. Bemalol biz bilan Uzavtotrans korxonasi bilan manzilingizni davom ettirishingiz mumkin bo'ladi aziz vatandoshlar. Tanlovda adashmasdan faqatgina bizga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Barcha yo'nalishlarimiz bo'yicha yangiliklarni va tezkor xabarlarni biz bilan bizning kanalda tomosha qilishingiz mumkin.